Bitta xamir qilib, hayit dasturxoningizni 3-4 xil pishiruv bilan to'ldirib tashlashni xohlaysizmi? Unda bu retsept sizni topibdi. Like bosish va saqlab olish tekin har doim. Demak, ishimizni ideal xamir qorishdan boshlaymiz. 3-3,5 stakan elangan un va 400 gram margarin qo'shib, yaxshilab tyorka qilib, qo'limiz yordamida urvoq hosil qilamiz. Men perchatka kiyolmayman, qo'limda qilganim afzal. Demak, 4 ta tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. 1 choy qoshiq razir xilitil qo'shib, shunchaki aralashtiramiz. Bolalikdagi tabiiy ta'mni eslatuvchi qaymoqni qo'shib, tuxum sarig'ini solib, yaxshilab aralashtirib, qo'limizga yopishmaydigan yumshoq xamir qoramiz. Teng 4 qismga bo'lamiz hamda xolodilnikka yarim soatga jo'natamiz. Tinib olguncha. Yong'oqdek bo'laklarga ajratamiz hamda 4 ta tuxum sarig'ini 1,5 piyola shakar bilan oppoq bo'lguncha ko'pirtiramiz. Xamirni yoyamiz, ichiga beze qo'yamiz. Videodagidek tugib olamiz. Bu tugilish gusini lapki shirinligi deyiladi. Qizgan duxovkada 25-30 daqiqa pishirib olamiz. Endi navbat keyingi shirinlikka. Xamirni yoyib olib, beze solamiz. Xuddi shunday shaklda tugamiz. Bu esa rakushka shirinligi deyiladi. Pishib bo'lishi bilanoq shakar pasi bilan bezatamiz. Navbat endi keyingi shirinlikka. Xuddi shu xamirga varyonli moloko qo'shamiz hamda shunday tugib olamiz. Men bu tugishda qiynalib ketdim. Shuning uchun banan shaklida tugib qo'ya qoldim. Qizgan duxovkaga jo'natamiz va tayyor. Gusini lapki shirinligini ustiga moloko surib, kokos qirindisiga botirib olamiz. Keyin shirinliklarga ham moloko surib, fistashka va maydalangan yong'oq bilan bezatamiz.